Qadrli meni kuzatuvchilarim, mana men karamni qaynatganimda karam juda ham yumshoq holatga keldi. Endi bu karamlarni men suvdan olaman u do'lmalarni o'rashni boshlayman. Qani endi bismillahirrohmanirrohim. Mana qadrli meni kuzatuvchilarim mana. Dolma, Turkiyada dolma deyishadi. Turkiyaning milliy taomi dolma. Ular hamma narsadan dolma tayyorlashadi Turkiyada. Endi men dolmamizni qiymasini tayyorlashni boshlayman. Mana avval qiymani olaman. Mana qizlarjon. Bunga men pomidor sousini qo'shaman. Bitta pomidorni qirg'ichdan o'tkazib qo'ygan edim. Tuz, zira, paprika qo'shaman. Guruchni men yuvib qo'ygan edim. Guruch qo'shaman. Bismillahirrohmanirrohim. Mana endi qiyma tayyorlayman mana. Galupsi, ya'ni dolma uchun. Endi bulg'or qalampiridan boshlayman. Bulg'or qalampiriga men qiymalarni joylayman mana. Qizlarjon mana. Ozgina bo'sh joy qo'yaman, nimagaki guruch pishganida katta holatga keladi. Bu guruchning ichiga yaxshi bo'lib suv kirishi kerak mana, qizlarjon mana. Endi karamlardan ham do'lmalar tayyorlashni boshlaymiz. Qani endi bismillahirrohmanirrohim. Mana qizlarjon. Mana. Mana karamning o'rtasiga mana bunday qiymani qo'yasizlar. Mana. Mana karamning o'rtasiga qiymani qo'ydik. Endi buni mana bunday qilib o'raysizlar, qizlarjon. Mana. Mana. Mana bu karamni, mana bu o'zagini, mana bu yerni olib tashlaysizlar. Nimaki bu qattiq bo'ladi. Pishmay qolishi mumkin, qizlarjon. Mana karamdan do'lma, mana qizlarjon mana. Mana ikki bo'lakka keltirasizlar u, mana. Mana. Mana karamni ichiga o'raysizlar, mana. Mana qizlarjon. Mana men kameraga yaqin keltirib ko'rsatay. Mana. Mana o'rtasiga qo'yasizlar qiymani, mana. Mana. Qatlaysizlar u. Mana qizlarjon. Juda ham xushxo'r yegulik bo'ladi. Mana.